Assalomu alaykum. Adasi, men ishdan chiqdim, smeni topshirdim. Kutib turing, hozir yetib boraman. Men do'kon oldida bo'lib turaman, onasi. Ani bolani qara. Voy, takoy ekanmi? Ja, sog'ishliga o'xshatdi. Puli ko'pga o'xshatdi. Bor, qara o'ra. Adasi, men mashinaga chiqdim. Ozgina qarab turing, hozir 20 minutda yetib boraman. Xo'p. Yaxshimisiz, yaxshi yigit? Bir o'zingiz o'tirgan ekansiz. Sherik kerak emasmi? Yonim bo'shligi bo'sh. Faqat ayolimni kutib o'tirdim. Agar siz o'tiraman shu yerda desangiz, bemalol. Sog' bo'lasiz. Agar yo'q demasangiz, yo'limiz bo'lsa shu odamni olib ketsin, bo'ladimi? Ha, nima bo'ldi? Xotini bor ekan. Xotini bo'lsa nima qildi? Shuni ham eplolmadingmi? O'zim borsam bo'lar ekan. Yunusobodga. Bo'ldi, chiqing o'tiring. Shoshmay turing, to'xtab turing, yurmang. Bo'ldi, aka, hozir tezda yetib olamiz. Shoshmayaptimi deysiz? Adajonisi, kutib Xo'p, qolmangizmi? keyin gaplashamiz. Ozgina o'rsanib qoldim. Yaxshi yetib keldingmi, onasi? Mayli, qo'yur. Yur, ozgina aylanamiz-da, keyin uyga boramiz. Yur, opa.